To'g'risini ayting, nechta gazoblok texni ko'rdingiz, yana qaytib menga kelib olyapsizlar? 3 ta ko'rdingizlar. Boshqalarga ayb borligi uchun men endi hamma bir kishi narsasini yomonlamayman. Siz meni gazoblokning sifati yo'qkan ekan, sizlar qaytib kelyapsizlar menga, to'g'rimi? Men bitta narsani tushuntirmoqchiman. Aka ko'pchilik gazoblokni oladi-yu, xumdondan chiqaradi. Kimdadir xumdon yo'q. Mana bittasi qiladim. Gazoblokni xumdondan chiqarib, yaxshi yamonga ajratamiz. Niye avtoklar gazoblok 100% hech kim pishirib chiqara olmaydi? 4 tarafi qurigan bo'lsa ham, ichi qurimagan bo'ladi. Boshqalar olayapti, stretch qilmasdan, bir xil vobshe xumdoni yo'q. Kletka qilib tashqariga chiqarib qurityapsizlar. Assalomu alaykum barchaga aziz yurtdoshlar, qadrdon do'stlar. Jon Rus kanali obunachilari, xudo xolasa bugungi yangi videomizda 2026-yilga, xo'p, avgust oyiga 28-avgustga xudo xolasa gazoblok narxlarini chiqarib boramiz. Qanaqa ishlab chiqariladi, foydali maslahatlar, gazoblokning qanaqa ustun tomonlari bor, qanaqa foydali tomonlari bor, hammasini xudo xolasa bugun Farhod akamiz bilan ma'lumotlarni berib boramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka. Hammaga assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Xudo xolasa aka, yaxshi ma'lumotlarimiz bor dedingiz, bizni chaqirdingiz. Yangiliklarimiz bordi. Ma'lumotlarni xalqimizga yetkazamiz endi bitta. Nasib bo'lsa, bugun 28-avgust 2026-yil. Xo'p, meni nomerim. Yuring bo'lmasa, biz zavodga kiramiz. Asosiy men siz bilan tanishtiraman gazoblokni. Qani ketdik bo'lmasa. Xo'p, bu yoqda mana elaklarimiz bor aka bu. Ha. Xo'p, xumimizni elakdan o'tkazamiz, 2 ta elakdan. Bu avval ham YouTube'ga chiqdi, prosta hozir endi boshqa platforma YouTube'ga chiqayotganligi uchun yana boshqatdan tushuntirishga to'g'ri kelyapti. Xo'p, katta elak, ibochkani oldi, kichik elak. Men qumimni обязательно elakdan o'tkazishim kerak, sababi meni gazoblokim tarkibiga maydigina to'sham mumkin emas. Bu bir. Mana yerda ko'rib turganlaringizda gazoblokni atxodi turibdi. Biz gazoblokni atxodni boshqalarda men ishlov bermayman. Men buni bepul beraman. Mana. Bu polni tagiga tashlashga, tomni ustiga bosishga yoki qaysidir chuqurni ko'mishga kerak bo'ladi. Keramiz narishtirayotgan narsa, men uni bepul beraman bu gazobloklarni. Telefon qilsangiz akamiz bepul berib boramiz deyaptilar. Kelib bemalol olib kelsangiz da bo'ladi. O'zim yuklab beraman men gazoblokni. Mana bu yoqda xudo xolasa ishlab chiqaradigan joyimiz shu yer aka. Ha, ishlab chiqarayotgan joyimiz shu. Bu xumdonimiz, hozir xumdonimiz yoqilgan. O'zingiz ko'rdingiz, ana 70 gradus hozircha ko'rsatib, chunki hozir 1 soat bo'lib yoqilganiga, kechqurungacha nasib bo'lsa 90 gradusgacha yetib boradi. Xumdon. Xumdon polnisini hamma joyi germetishni yopilgan. Xo'p, yuring, men sizga boshqa joyini ko'rsataman. Biz обязательно gazoblokimizga fibrovolokno qo'shamiz. Har bitta narsani gram o'lchab qo'yiladi. Har bitta narsa gram o'lchashi kerak. Kimdir ko'proq sement soladi, kimdir ko'proq qum soladi. Ana shuni bilish har kimga emas, oson emas shu narsani qilish. Har kimning gazoblokka har xil chiqadi. Keyin yana bitta narsa aytmoqchimiz, biz 700 marka gazoblok ishlab chiqaramiz. Ana laboratoriyadan o'tgan sertifikatimiz ham bor, chunki men ko'p domchilar bilan ishlayman. Обязательно domchilar bilan ishlagan payt sertifikat so'raydi, o'ziga qilayotgan odam kamdan-kam so'raydi, lekin ana laboratoriyadan o'tgan 700 markali sementimizning sertifikati, gazoblokimizning sertifikati, uzr. Avzolarimizni davom ettiramiz. Xo'p. Men gazoblokni xumdondan quritib chiqargandan keyin yaxshi yamonga ajrataman. Bo'lishi mumkin, yoshuntirmayman, siniq chiqishi mumkin, uchi sinishi mumkin, o'rtadan bo'linishi mumkin. Ana shularni biz ajratamiz. O'rtadan bo'lingan gazoblok musorga ketadi. Uchi singan gazoblokni biz alohida olib qo'yamiz, uni 5000 so'm arzoniga brak hisobiga sotamiz. Keyin bo'lishi mumkin gazoblok razmeri, balandligi 30 bo'lishi kerak, 30 dan baland bo'lishi mumkin. O'shani randalab taxlaymiz 30 ga. Past gazoblokni baland qila olmaymiz. Значит, biz uni yana 5000 so'm arzon brak deb sotamiz. Baland gazoblokni razmerga randalab taxlaymiz. Men shu narsani hozir misolda ko'rsatmoqchiman. Keling, pauzaga o'zing hozircha. Qarang aka, endi ana shunday balandni ko'rsating, qarang. Ana gazoblokimiz ana buna bo'lib chiqadi. Qadir-budur bo'lib chiqadi. Ana bu gazoblok bunaqa emas. Sababi u randalanib taxlangan, 30 likka taxlangan. Tekstlik rovnligini ko'ryapsizmi? Har bitta gazoblokning rovni 30 beradi balandligi. Gazoblokning balandligi 30, uzunligi 60 o'zgarmaydi, faqat eni har xil razmerda bo'ladi. Quritib chiqargan gazoblokni, xumdondan quritib chiqargan gazoblokni yaxshi yamonga ajratgandan keyin yopiq binoga strechni ichiga ushlayman. Sababi strechni ichida bu terlab marka olishni boshlaydi. Terlaganiga qarang akalar. Terlab turibdi. Issiqligini bosib ko'ring. Mana 2 kun bo'lgan shunga. 2 kun bo'lgan shuni o'ziga. Ha, 2 kun bo'lgan. Har bitta gazoblok sementlik narsa namni yaxshi ko'radi. 28 kunga markasini oladi sementlik narsa. Bu ham sementlik narsa.
Boshqalarni ko'rib turibman, hozir imini aytmayman, kim shunaqa qilib chiqaryapti. Bir xilada xumdon yo'q. Bir xila xumdondan chiqargandan keyin strech qilmasdan tashqariga kletka qilib gazobok terib qo'ygan quritish uchun. Bunday mumkin emas gazobokni quritish. Обязательно terlatish kerak yoki suv sepib turish kerak. Sementlik narsa 28 kungacha quyosh shamoldan qo'rqadi. Yorug' beradi, yorug'lik bo'lishi mumkin, yorilishi mumkin keyin gazoblok. O'shuning uchun men обязательно yopiq binoda strech tagida ushlayman gazoblokimni. 1,5 hafta gazoblok mana shunday yopiq binoda turadi. Faqat shunga 1,5 hafta bo'lmasa, nech pul bersangiz ham sotmayman, lutchi bo'ling, boshqa hechdan sotib bo'ling. Biz hozir birinchi skladimga keldik. Birinchi skladimga 25 lik bilan 10 lik gazoblokni to'playman. Bu degani eni haqida gapiraman. Gazoblokning balandligi 30, uzunligi 60 o'zgarmaydi, faqat qalinligi 25, 30, 60, 10, 30, 60. Yuring boshqa skladimizni ham ko'ramiz. Mana aytdim, brak gazobloklarni tashqariga chiqarib qo'yaman. Ana shu gazoblokni ham ishlatib bo'ladi, lekin men buni brak deb sotyapman o'sha. Ana shularni ham ishlatib bo'ladi, ana shular bekordan bekor tashqarida turmabdi. Nimadir aybi bormi? Men shuni обязательно brak deb chiqaraman. Sababi, men sizlarga yaxshi narsa bersam, sizlar orqali klient topaman. Sizlarga yomon narsa bersam, sizlar orqali klient yo'qotaman. Mani Buxoro oblasti bo'yicha hech qayerda reklamam yo'q. Ana hozir YouTube'ga reklamam ketadi nasib bo'lsa, men bu reklamani qo'yishim sababi ham bordi, chunki boshqa kishilarning reklamasini ko'ryapman. Xumdonga tiqmasdan yoki xumdondan chiqarib, strech qilmasdan tashqariga chiqarib quritganlar uchun shu alam qilgani uchun men chiqaryapman. Gazoblok, sementlik narsa strechni tagida yopiq binoda turishi kerak. Bu ikkinchi skladim mana. Gazobloklarni ko'ryapsiz. Bu yerda 15 lik razmerli gazobloklar. Va mana bunisi esa bu yoqda 20 lik gazoblok to'playman. Katta skladimga 20 lik to'playotgan sabab eng katta zakaz 20 lik razmer gazoblokka. Ana har bittasiga markirovka qilingan chislolar bilan birga yozib qo'yilganini qarang. Har bittasiga ana chislosi bilan. Ana bu 11-avgustga chiqqan. Bugun 28-avgust. 1,5 hafta bo'lim sotishni boshlaymiz. Ana bunga holi vaqti bor, chunki terlab turibdi. Ana shu terlab turishi kerak. Men 700 marka gazoblok ishlab chiqaraman. Yaxshi yomonga ajrataman. Обязательно qurigan gazoblok strechga o'rab 1,5 hafta ushlab turaman. Yopiq binoda. Telefon nomerim 91 bilan 410 0013. Buxoro shahrida joylashgan biza. Kerak bo'lsa mashinamni topib beraman, lekin dastavka qilib bermayman. Yuklab berish meni bo'ynimga. Xo'p, bugungi kunga 28-avgust 2026-yil gazobloklar narxi bilan tushuntirib beraman. Men 700 markani 500 lik markalar bilan birga narxiga sotishga majbur bo'lyapman, chunki bozor ko'tarmayapti shu narsani, lekin men qimmatroq sotishim kerak. Xo'p, 5 30 60 razmerli gazoblokning bir donasi 4,5 ming so'm. 10 30 60 razmerli gazoblokning bir donasi 9 ming so'm. 15 30 60 razmerli gazoblokning bir donasi 13,5 ming so'm. 20 30 60 razmerli gazoblokning bir donasi 18 ming so'm. 25 30 60 razmerli gazoblokning bir donasi 23,5 ming so'm. Bu bo'lish narxi, undan arzon qilmayman. Yana bir marta aytaman, 700 marka ishlab chiqaraman. Bez dastavka, yuklab berish meni bo'ynimga. Kerak bo'lsa mashina topib beraman, mashina narxini shofyorlar o'zlaringiz kelishasizlar. Ishlaringizga omad. Mana, agarlar ko'ringizlar xudo xolasa, qo'ldan kelguncha ma'lumotlarni berib o'tdik. Bugungi kundagi narx bilan ko'rdik. Xo'p, videolarimiz kimga manfaatli bo'lgan bo'lsa, foydali bo'lgan bo'lsa, bittadan like bosib, obuna olib qo'yasizlar. Takshir akamiz nomerlari ekraningizga bo'ladi, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Bugun 28-avgust 2026-yil. Mana gazobloklarimiz har bittasiga markirovka qilingan, chislosi bilan birga yoziladi. Misollarni qarang. Hammasiga. Bu gazoblok o'z tashqarida turgan sababi ketyapti hozir. Kogon tumaniga ketyapti bu gazobloklar. Yuklayapmiz. Mana shu yerda turgan gazobloklarning hammasi ketadi. Tamam. Kogon tumaniga ketyapti. Bular ana o'zlari ham ustochilikka ancha narsani tushunadilar. Kogon tuman ketyapti-a bu gazobloklar 25 lik. To'g'risini ayting, nechta gazoblok texnik ko'rdingiz, yana qaytib tumanga kelib olyapsizlar? 3 ta ko'rdingizlar. Boshqalarda ayb borligi uchun men endi hamma bir kishi narsasini yomonlamayman. Siz значит meni gazoblokning sifati yo'qkan ekan, sizlar qaytib kelyapsizlar menga, to'g'rimi? Men bitta narsani tushuntirmoqchiman. Aka, rahmat sizga. Ko'pchilik gazoblokni oladi-yu, xumdondan chiqaradi. Kimdadir xumdon yo'q. Mana bitta skladim. Bular hozir ketadi bular hammasi. Ikkinchi mashinalari ham bor. Bularning hammasi ketadi. 2 xil razmer olyaptilar. 20 lik bilan 25 lik. Mana gazobloklarning ikkinchi skladim, yana 3-chi skladim ham bor. Biz gazoblokni xumdondan chiqarib, yaxshi yomonga ajratamiz. Ozgina uchi singan bo'lsa ham uni brak hisobiga chiqartirib 5000 so'm arzon sotaman. Frontonga yoki kimdir puli yetmasa o'shanga olyapti bular. Boshqa odamlar.
Yaxshi yamonga ajratgan gazoblokni, qurigan gazoblokni, quritib chiqilgan gazoblokni yana strech bilan o'rab, yopiq binoda ushlayman, tashqarida ushlamayman. Обязательно strech tagida ushlashim kerak. Sababi avtoklavni gazoblok pishib chiqadi 100%. Ne avtoklav gazoblokni hech kim yana bir marta takrorlayman. Ne avtoklav gazoblok 100% hech kim pishirib chiqara olmaydi. 4 tarafi qurigan bo'lsa ham, ichi qurimagan bo'ladi. Boshqalar olayapti, strech qilmasdan, bir xil vobshe xumdoni yo'q. Kletka qilib tashqariga chiqarib qurityapsizlar. Mumkin emas sementlik narsani bunaqa quritish. U markasini olish kerak. Sementlik narsa 28 kunga markasini oladi. Markasini olgancha shamol quyoshdan qo'rqadi. Biz shu uchun strechni ishlatamiz. Strech bilan yopib olib, ana shuni terlatamiz. Qurigan gazoblokni boshqatdan terlatyapman, sababi marka bo'lishi kerak. Shu gazoblok ana shu paddon kami bilan 1,5 hafta turadi ana shu yoqqa. Faqat shunga 1,5 hafta bo'lmasa, nech pul bersangiz ham sotmayman. Boring o'chi boshqa gazoblokchidan olinglar. Bu markasini olish kerak. Конечно, boshqalar sementdan qochiradi, xumdon yo'q, strech qilmas tashqariga chiqarib qo'yib arzon sotadi keyin. Bugungi kunga kelib, bugungi 28-avgust 2026-yil 10-30-60 razmerli gazoblokim 9,000 so'm. 15-30-60 gazoblokim 13,5 so'm. 20-30-60 gazoblokim 18,000 so'm. Qalin bo'lib ketaversa, og'ir bo'lib ketaveradi, qimmat bo'lib ketaveradi. 5lik ham bor, 10lik, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 ana shunday ketaveradi. Men обязательно gazoblokimni quritib chiqargan, xumdondan chiqargan gazoblokimni обязательно yaxshi yamonga ajrataman. Pasti balani bo'lishi mumkin. Uni taxlayman pasti balani, randalanadi. Pasti balani. Balanni past qilib bo'ladi, pastni baland qilib bo'lmaydi. 5000 arzon ketadi значит, ham. Как brak hisobiga ketadi u. Keyin strech bilan urab, yopiq bilan ushlayman. Tashqarida ushlamayman gazoblokimni strech tagida bo'lsa ham. Shunga e'tibor beringlar iltimos. Telefonim +99 891 410 0013. Ko'rasizlarmi? Har bittasiga markirovkasi bo'lishi kerak, chislosi bilan birga.